Qurilish obyektlarida kuzatuv kamera juda ham katta rol o'ynaydi, lekin buni to'g'ri tanlagan holatda. Agar siz o'zingiz qurilishingizga kamera qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, nimalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi? Eng asosiysi bu binoni ko'tarilgandan keyin orqadagi fonini to'sib qo'ymaslik. Ikkinchisi, qurilish materiallari arzon turadigan narsa emas, bularni o'z joyida o'g'irlanmasdan ishlatilinishi. Uchinchisi, ko'pchilik biladi, betonomeshalka, musorovoz shularni kolичествоsi ham hisob-kitobi kerak bo'ladi. Обязательно kirdi chiqdini ham esdan chiqarish kerak bo'lmaydi. Bu obyektimizda biza ko'p emas, 3 ta dona kamera bilan butun qurilishni apqat qilib berganmiz. Bu yerda biz bergan yechimimizni asosiy o'tiradigan qurilishni prorab yoki kuzatadigan insonlar bu obyektga nisbatan 2 kilometr uzoqroqda. Biz bunga yechimni Wi-Fi most orqali qilib berganmiz. Bu yechim sizga nima qulaylik beradi? Qurilishda har doim katta mashina kiradi yoki devorlar o'zgaradi. Hamma narsa vaqtinchalik bo'ladi. Shuning uchun har safar sizga ortiqcha rasxod, simulash, ustani chaqirtirish, kamerani ko'rsatmay qolishini bittagina Wi-Fi yechim orqali hal qilsa bo'ladi. Undan tashqari eng asosiy e'tibor beradigan tarafi qurilish obyektlarida svet o'chishi ko'p kuzatiladi. Bu yerda biz svet o'chganda ham kameralar uzluksiz yozilishini ta'minlaganmiz. Bu narsalarning hammasi bizga vaqt, tajriba orqali kelgan. Agar sizlarga ham shunaqa tajribali, cho'ntagilarga mos yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilib bepul konsultatsiya yoki bepul smetaga zaявка qoldirsanglar bo'ladi.